Falsafadan siz? Assalomu alaykum Shahrin opa. Hozir men muqimiy stipendiyasiga tayyorlanyapman. Bilamanki, birinchi kursimdan siz turli xil stipendiyalar sovrindorisiz va men sizdan ayrim maslahatlarni olmoqchiman muqimiy stipendiyasiga tayyorlanish jarayonlari bo'yicha va o'ylaymanki, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalarimizga ham bu qiziq bo'ladi. Ya'ni muqimiy stipendiyasiga qanday mashaqqatlar bor, qanday yo'llar bor, bu haqida bizga o'z amaliyotlaringiz bilan bo'lishishingizdan xursandman. Va avvalo o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, chunki ko'pchilik bilamiz, balki ayrim talabalar bilmas. Assalomu alaykum Gulnoza, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Albatta siz bugungi kunda ko'rib turibmanki, muqimiy stipendiyasi uchun harakat qilyapsiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Men Mamayisapova Shahina Ulug'bek qizi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, magistratura va kechki ta'lim fakulteti, moliya mutaxassisligi 1-bosqich talabasiman va bakalavrda ham Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti byudjet nazorati va g'aznachiligi yo'nalishi bitiruvchisi hisoblanaman. Men muqimiy, Navoiy, rektor hamda Registon stipendiyalari sohibasi hisoblanaman. Tanishganimizdan xursandmiz. Va opa aytingchi, muqimiy stipendiyasiga olish uchun qanday yo'llar mavjud? Ya'ni qanday etaplar, qanday biz nimalar qilishimiz kerak, nimalar bo'ladi tanlov jarayonlarida, shu haqida bizga maslahatlar bersangiz. Avvalo stipendiyaga topshirishda maqsadni biz belgilab olishimiz kerak o'zimizga. Aniq maqsad qo'yishimiz kerak. Aynan muqimiy o'zi kim? Hayoti va ijodini to'liq o'rganib, ijodidan namunalarni o'qib, o'zimizga xulosa chiqargan bo'lsak, biz harakat qilishimiz kerak. Aynan men o'zimda ham topshirishimda nima uchun maqsad, nima uchun aynan muqimiy stipendiyasi joriy etilgan, buni iqtisodiyotga qanday bog'liqligi bor, aynan men nimalarni o'rganib qanday yutsam bo'ladi degan turli xil qiyinchiliklarga ham duch kelganman. Aynan o'sha paytda avvalo men o'z ishimni, stipendiya yutishdagi ishimni, muqimiy hayot va ijodini to'liq o'rganib, yodlab, hamda ijodlaridan namunalarni, hajviy, har xil o'zini asarlari, satiralar bor edi, o'qib, tushunib, keyin harakatni boshlaganman. Avvalo yo'limni o'zim ilmiy maqolalar yozishdan boshlaganman. Ilmiy ijodiy maqolalar, aynan muqimiy hayoti va ijodi nima uchun dolzarb, iqtisodiy bog'liqliklari, asarlaridagi, ya'ni satiralardagi, she'rlaridagi iqtisodiy mazmunlarni bugungi kundagi roli, aynan o'sha davrdagi muammolar va bugungi kunda qanday yechim bo'lishi mumkin, bularni hammasini ochib berib, iloji boricha o'z ilmiy maqolalarimda va tezislarimda yoritishga harakat qilganman. Aynan tavsiyam ko'pchilikka, sizga va siz kabi talabalarga ilmiy ishingiz aynan muammolarga yechimli bo'lsin. Hamda soni jihatdan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan bitta ilmiy maqolada ham, ilmiy ishda ham o'rganishimiz mumkin. Aynan 5 ta, 6 ta yozgandan keyin yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz va targ'ib qilgan bo'lasiz deb o'ylayman. Aynan stipendiyaga minimum 5-6 ta qilingizlar, ya'ni maqolalarni nashr chop ettiringizlar. Keyin asosiy qiladigan ishlaringiz bo'lishi mumkin, bu targ'ibot ishlari. Siz Muhammad Aminxo'ja muqimiy hayot va ijodini yaxshi o'rgandingiz, endi uni targ'ib qilishingiz kerak. Siz yoningizdagi xonadoshingizdan boshlashingiz mumkin, kursdoshingizdan boshlashingiz mumkin va universitet miqyosida tadbirlardan va shunga o'xshash networking, qanaqadir kichkina eventlar, tashkiliy tadbirlar o'tkazib targ'ib qilishingiz mumkin. Aynan Muhammad Aminxo'ja muqimiy hayot va ijodini yashab o'tgan davrlarini siz discuss qilib, ya'ni birga targ'ib qilishingiz mumkin o'z tengdoshlaringiz bilan. Yana maktablarga borib, maktab o'quvchilariga nima uchun dolzarbligi va o'qishi kerakligini singdirib, aynan Muhammad Aminxo'ja muqimiyning yuragida bo'lgan vatan tuyg'usi, odamiylik tuyg'usini yana ham ko'p targ'ib qilishingiz mumkin. Aynan men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, muqimiy hayot va ijodini o'rganganimda aynan qanday targ'ibot qilganman deydigan bo'lsak, universitetda olimpiadalar tashkil etib, tadbirlarda faol qatnashib, testlarda
testlarda o'zimni bilimlarimni sinab ko'rib tanilganman va undan tashqari maktablarga borib targ'ibot ishlarini amalga oshirganman. Xususiy universitetlarga ham borib o'z targ'ibot ishlarimni amalga oshirib, o'z hisobotlarimda rasm ko'rinishida hamda sertifikat ko'rinishida o'z hujjatlarimga qo'shib qo'yganman. Aynan hozirgi talabalarga va sizga ham tavsiyam, qancha targ'ib qilsangiz shuncha yaxshi. Men chin yurakdan targ'ib qilganim uchun mana yonimiz atrofidagi universitet atrofidagi maktablarga borganman. Keyin shu orada men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini ham maqtab ketganman. Imkoniyatlar, topshirsangiz nima bo'ladi, o'qisangiz nima bo'ladi, bu stipendiya yutsangiz nima bo'ladi, ota-onangiz qanchalik faxrlanadi. Shularni men o'zim yoyib kelganim uchun birinchi kursga qabul qilinib meni qidirgan talabalar, o'sha o'quvchilar ham bo'lgan. Shakila opa qani bizga maqtagan dedi. Topib kelib, mana kirdim siz maqtaganingiz uchun shu universitetga deb kelgan paytlari ham bo'lgan. Endi muqimiga harakat qilaman deb. Juda ham to'g'ri aytasiz. Universitetimizda ko'plab imkoniyatlar bor o'qish uchun. Siz haqingizda ba'zi bir kursdoshlarimdan eshitganman. Qo'qonga ham borgansiz muqimiy uy muzeyiga. Hatto men o'zim Qo'qonlik bo'lib turib bormagan ekanman. Bundan juda ham uyalib ketdim. Lekin targ'ibot ishlaringizni eshitib, maktablarga borganingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Inshaalloh men ham muqimiyni targ'ib qilib shunday ishlarni qilaman. Tavsiya beraman. Yutishingizga ham ishonchim komil, chunki siz juda ham tirishqoqsiz. Men sizni ko'proq Instagram sahifangizda ko'proq qancha harakatingizni, sertifikatlaringizni ko'rib juda ham havas qilaman va sizga ham siz ham erishasiz degan degan xayoldaman va ishonchim komil. Aynan to'g'ri aytdingiz. Qo'qon shahriga 2022-yil ekspeditsiya uchun Miyon Hazrat madrasasiga, yozuvchilar uyushmasiga hamda Xudoyorxon o'rdasiga muqimiy hayot va ijodini o'rganib borganman. Aynan muqimiy hayot va ijodini o'rganadigan Abdulatifxon domla bor. O'zbekiston miqyosida eng mashhur olimlardan biri. Ular bilan suhbat o'tkazib kitoblarini olish baxtiga musharraf bo'lgandim. Qanday ajoyib. Ha. Aynan muqimiy to'g'risida yozgan bir juda ham tarixiy kitobi bor. O'zbekistonda sanoqli. Aynan shu kitobni olishga baxtiga ham musharraf bo'lganman va sizlarga ham borib muqimiy yashab o'tgan hujrasini ko'rishni, aynan hammasi saqlanib qolingan, ko'rib o'zlaringiz amin bo'lib kelishlaringizni maslahat beraman. Demak, yashagan joyi shunday saqlanib qolgan. O'sha yerda umrining oxirgi yillarida o'sha yerda yashab vafot etgan. Keyin o'rganishim davomida shuni ham bildim. Muqimiy, ya'ni muqim qoluvchi degan ma'noda bildirgani uchun o'ziga shunday taxallus bergan ekan. Toshkentga kelib Qo'qondan ishlagan bo'lsa-da bir necha marta, lekin baribir yana Qo'qonga qaytgani uchun muqimiy bo'lgan ekan. Yana bir she'rlar bor edi, oxirida kelur bizni ham eslagudek bir zamon yaxshi degan. Haqiqatdan ham mana yillar o'tyapti. Bizni yodimizda hali ham. Shu qayta va qayta eslayapmiz. Qayta va qayta talabalar ularni targ'ib qilyapti. Men sizni birinchi kursda tanigandim. O'shanda birinchi marta sizdan shu stipendiya haqida bilgandim. Mana orada dangasaliklarim bo'lib, 3-kursda yana muqimiyni targ'ib qilishga, uni chuqur o'rganib, shu stipendiyani qo'lga kiritishga harakat qilganman. Rahmat sizga bugungi suhbat uchun. Sizga omad tilayman. Yana bitta gapim oxirida, aynan stipendiyaga topshirayotganda inson raqobatchilarga qaramasligi kerak. Qilinadigan asosiy xatolar raqobatchini kimligiga qaramang va ularni qilayotgan ishiga qaramang. Faqat siz o'zingizning yo'lingizga qarang va ishonchingizni komil qiling va umidingiz bo'lsin sizda. Keyin harakat qiling. Aynan to'g'ri o'rganing, ko'proq ma'lumotga ega bo'ling, targ'ib qiling, nimadir yangilik yarating va siz o'shanda asosiy raqib bo'lasiz va yutasiz. Shuning uchun hech qanday qo'rquvlarni o'ylamagan holda hamisha olg'a boshlashni yo'lini men maslahat beraman. Rahmat, chunki o'tgan yil ana shuncha bo'lgan ishonchim. Bu yil shunchaki ko'tarildi siz bilan gaplashib, ancha bo'ldi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Hamisha omad yor bo'lsin. Rahmat. Kesib ko'rasiz. Muxlisapadan